Ko'rmayapsanmi o'tayotganimni? Ko'zingga qaramaysan, peshobodda o'tyapmanmi? Molmisan? Ovozingni o'chir. Nima deyapsan? Abbos, tushkun. Nima peshobod chizib qo'yganmisan sen? Toshbaqaga o'xshamasdan tez o'tsang bo'lmaydimi? Uradimi, o zaman ko'tarmaydi-da. Qo'ying, bunaqalarni urib bo'ladimi? Terpiyli bo'lsa, kunimiz qatnash bilan o'tib ketadi. Yuring ketdik-a. Doktor, o'g'lim yaxshimi? Tur, jiyanim yaxshimi? Nima bo'libdi? O'zingizni bosib oling, o'tiring managa. O'g'lingiz yaxshi. Umri bor ekan, Alloh qaytib berdi. Xo'p, mana. Bemorlik varaqasi hamshiralarga aytasizlar, palataga joylab qo'yadi. Aka, men sizdan uzr so'rayman. Ming bor uzr aka. Qaysi holat bo'yicha uzr so'rayapsiz? Aka, kecha ukam bilan peshovoddan o'tayotganingizda haqorat qildik-ku aka. Yo'q, men eslolmayapman. Men odamlar bilan urushmayman, tortishmayman. Ular bilan tez munosabatga kirishib ketaman. Doktor, qanaqasiga? Kecha peshovodda sizni akam bilan haqoratladi-ku. Ukalar, men odamlar bilan yaxshi munosabatda bo'laman. Lekin hayvonlar bilan sira chiqisha olmayman-da. Sog' bo'linglar. Sinovli dunyoga kelgan bir qulsan, tobutni ichiga kirganda jimsan. Mayit deyishadi, sen asli kimsan? Sendan ham mendan ham qolar dunyo bu.